Bu uyimizni narxi ham, o'zi ham aniq sizga yoqadi. Agar yoqmasa boru $100 shundoq berib yuboraman. Qarang, bu xonadonimizni birinchi studiy formatdagi mehmonxonasi hamda bu tomonda uyimizni oshxonasi joylashgan. Tanlangan ranglar, kombinatsiyalarga bitta e'tibor bering. Chiroyli qilib kuxinli mebellar o'rnatilib, texnikalarigacha o'rnatib qo'yilgan. Ranglarga o'zingiz bitta baho bering. Xonadonimiz sizga yoqyaptimi? To'g'risini kommentga yozib qo'ying. Qarang. Qaysi kvartirada ko'rgansiz? Shunaqa katta sanuzel, hamma udobstvo va qulayliklari bor. Keling, bu tomondan boshlaymiz. Bu uyimizning asosiy kirish eshigi, kengina hol mebellari va rakvinalari o'rnatib qo'yilgan. Birinchi xonamiz bo'lsa, kattalar uchun yotoqxona mebellari bor. Endi bu mebellarini egalari bilan o'zingizlar kelishsanglar bo'ladi, lekin oshxonamizdagi kuxinli mebel texnikalari qoldirib ketiladi. Bu yoq tomonda bo'lsa, uyimizning ikkinchi xonasi joylashgan. Maydoniga keladigan bo'lsak, 90 kvadrat, lokatsiyasi Olmazor tumani. Yangi qurilgan 4 qavatli novostroykamizni 4-qavatida joylashgan. Narxini $105,000 so'rashyapti. Tepasiga kelib savdolashsangiz, yana kelishadigan joylari bor. Tez bosib boring, yoqqan bo'lsa. Lokatsiya Telegram kanalimizda.